videolari mahallalar ishlash bo'yicha topshiriqqa asosan navbatdagi graf bo'yicha uchrashuvimiz bugun hokimiyat binosida tashkil qilishimiz rejalashtirilgan. Tadbirkorlikni rivojlantirish, tashkil qilish uchun, umuman aylanma mablag' qo'ldirish uchun bizlarda bir qancha mahsulotlarimiz bor. Masalan, biznesga birinchi qadam. Biznesga Prezidentimizda 312 sonli qaror asosida tashkil qilingan 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mahsulotlarimiz bor. Agar shu mahsulotlarimiz bo'yicha kimdadir tadbirkorlik qilish istagi bo'lsa yoki tadbirkor tashkil qilib qo'shimcha kredit mablag'i olish planida bo'lsa, marhamat, savollaringiz bo'lsa javob beramiz. İcazet Allah kirimiz. İki ister Allah'ın ismi. 25 ister Allah'ın. Yaxshi qilib beramiz. Razmesheniyaga kiritilgan bu. Tasdiqlab, hokimiyat, aeroport, hammasi yuboriladi. Yana kimda? Nima savollar bor? Bularga ma'lumot shu chiqdi. Bu bizlarga ish shuncha yerdan chiqib yana ishimiz bor. Hech kimda shunaqa savol yo'qmi? Hammani tebriklar.